qo'shni keldingizmi? Mana buni suvga qo'shib erizga berasiz. Xiyonat qilayotgan bo'lsa, ertalabgacha boshi kal bo'lib qoladi. Hamma qo'shnilar oldik. Rahmat. Ana endi qo'lga tushasiz. İyi kelyaptilar. Ke kiraver o'rta. Ol o'rta tarvuzdan. Yo'q, men chaqaganman, suv icha qolaman. Ochganimda kal bo'lsangiz, точно adabingizni yeysiz. Nima qilyapsiz? Pashsha o'ldirib pashsha qo'nibdi. Ko'chada nima shovqi? Bu nima qilib turibsan? Qoch! Nimalar bo'lyapti? Yon kalimisan? Bu xotinlar nimalarni o'ylab topishmaydi deysan. Oldinlari koronavirus edi, hozir koronavirus bo'lib ketdi hammajon. Bechara Sarvar bilasanmi nima bo'lib ketdi? Nima bo'ldi? Kim u qiz? 5 yil men xotinman. Men 5 yil men senga xiyonat qilmaganman. Naronni qo'y etaman, tushing. Bugun shodda qolasiz. Bo'ldi, biz ketamiz uyga. Ketamiz. Men unaqa emasman-ku. Siz ham xuddi shunaqasiz. Qochdi, ketsa ketaver, sochimdan ko'p oshig'im. Sen bo'lmasang boshqasi. Sochimda ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Oyi, men bunaqa yer bilan yashamayman. Oyi, qani siz? Oy sizga ketdi arazlab. Voy ada, sochingiz qani? Ana kechasi suv beradi, tinch uxlaysiz deb. Ertalab tursam, soch yo'q. Voy qo'shni, u rostdan ham chosh to'kadigan dori ekan. Mashinadan olib qo'yibman. Mahallada rosa sharmanda bo'ldim. Meni kechiring. Xo'p. Agar xohlasangiz, menda undan ham boshqacha dori bor. Eringizga shunday ichirasiz, choxolaga bormaydigan bo'lib qoladi.